Bugun yakshanba bo'sh vaqtimda yana o'sha ustani lideri nomer 1 oldiga keldik. Ukamning mashinasini korobka moy, motor moylarini almashtirish uchun bitta kamchiliklarni to'g'rilash uchun kelganmiz. Xudo xolasa, Abdulloh motor hadovoy bo'yicha haqiqatan men tan olaman. Bilasizlar, unchuncha odam usta deb tan olmayman. Cho'tki qilib berasiz. Duo qilib ukam minsa. Mabodo biz tanishlar kelib qolsa, imkon qadar bezovchi, sirishlik arzon qilib ishlarni bitirib bering. Bo'ldi, cho'tki kelaveradi. Chunki biz ham ko'pchilik mashinasi borlar kuzatadi. Darvozani ustalar kuzatishadi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Go'zal prezda nomerlarni beraman. Motor, korobka, hadovoy bo'yicha, rulovoy kolonka, libboy temir shu mashina ishlari bo'yicha temir yopishadi. Ishlariga javob. Chunki men 10 yil, 15 yildan bir klientman. O'sha dadamning mashinalaridan boshlab bizning mashinalarimiz, shogirdlarniki, ustanovchi kaptigalarimiz hammasini o'zlari ko'rishadi. O'zlarining joylari bular hech qanaqa arenda-parendada ishlashmaydi, qaranglar. Normal usta o'ziga sharoitlarni qilib olish kerak. Motor chiskalargacha bor, podiyomliklar mana 4 talab qo'yib tashashgan. Liboy ishlarni hal qilib berishadi, mana shu konteyner to'la zapchastlar bilan kutib olishadi. Ustalarga gap bo'lishi mumkin emas. 100% ishlariga javob. Sinovdan o'tgan.